u kishiga bo'lgan munosabatni ko'ringu u kishi qilgan javoblarni ko'ring. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga ketayotgan edim. Egnalarda qalin jiyakli najroniy rido bor edi. Bir arobiy u zotga yetib olib ridolarini qattiq tortdi. Xoshiyasi, yoqasi qattiqroq bo'lgan to'n ekan. Shu kelib ortlaridan tortganda shuni izi bo'yinlariga tushib qolgan ekan. Arobiylar o'zi sal qo'polroq bo'ladi, bu qo'polini ham qo'pol ekan. O'zingni huzuringdagi Allohning molidan menga ber debdi. Rasululloh qayrilib qarab, ya'ni orqadan tortgan u. Qayrilib qarab, kulib, xazinachiga bunga o'sha moldan bergan deb marhamat qildilar. Bizni birov yoqamizdan tortishmas, noto'g'riroq muomala qilib qo'ysa, xo'mrayibroq qarab qo'ysa, nima bo'lishligini o'zimiz bilamiz. Arzimagan narsalarga g'azablanadigan bo'lib qolganmiz. Alloh asrasin. Rasululloh akram sallallohu alayhi vasallam u kishiga bo'lgan munosabatni ko'ringu u kishi qilgan javoblarni ko'ring. Koyimadilar, boshqa demadilar, qattiq so'z aytmadilar, ranjimadilar. Kulib turib, haligi so'ragan narsasidan berdilar. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan o'rnak olib, u zot sharifga o'xshab halim og'ir bosa bo'lishligimiz kerak ekan.